Biz azizlar odatda ko'p ibodat qiladigan insonlarni maqtaymiz. Ko'p ibodat qiladi-da bu insonni maqtaymiz. Albatta bu yaxshi. Ammo tilini, iffatini saqlaydigan insonlarni kam maqtaymiz. Haqiqat bu azizlar. Birovni g'iybat qilmaydigan, orqasidan gapirmaydigan, yolg'on so'z, fahish so'z so'zlamaydigan insonlarni maqtashimiz kerak. Namuna qilib ko'rsatishimiz kerak. Bir mashoyixning huzurida odamlar karomat borasida gaplashib, falonchi karomat sohiblarida osmonda ucha oladi deb maqtasa, bu ulamo oddiy qarab, bu oddiy holat debdilar. Nimaga deb odamlar hayron bo'lib savol bersa, chivinam pashsha ham osmonda ucha oladi debdilar. Odamlar yana gapirishib, falonchi suvda yura oladi, karomat sohibi deb maqtasa, bu ulamo oddiy qarabdilar, bu ham oddiy holat. Bir yog'ochni bo'lagi ham shu ishni qila oladi debdilar. Odamlar hayron bo'lib, siz haqiqiy karomat sohibi deb kimni aytasiz? Bizga aytib bering debdilar. Shunda bu ulamo javob berib aytgan ekanlarki, haqiqiy karomat odamlarning orasida yashab turib, axloq me'yorlardan chiqmasdan, yolg'on gapirmasdan, aldamasdan, g'iybat qilmasdan, insonlar uni tili, qo'lidan omonda bo'lib xotirjam yashayotgan bo'lsa, mana shu fazilatlar unda topilayotgan bo'lsa, mana shu inson haqiqiy karomat sohibi degan ekanlar.